Assalomu alaykum. Alangalik salom Toshkentdan Qozog'istonga. Men Alimova Xolida, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yashayman. Juda og'rinib mazam bo'lmay, grijadan, zo'bdan qiynalib yurgan paytlarim dugonam menga super kremni olib foydalanishni, o'zimga surtishni, o'zimni super krem bilan davolashni maslahat qildi. Va men oldim, bitta krem olib, grijamga, zo'bimga, oyog'im, tizzam, bo'g'im og'riqlariga surtib, juda zo'r natijalarga erishdim. Yaxshi bo'lib ketdim xolos. Zo'bim, bel og'riqlarim hozir Xudoga shukr meni bezovta qilmayapti. Buni tugatib, men keyin yana qo'shimcha qilib ikkita kremni bolalarimga ham olib berdim, oilamizga. Hozir bu bizning oilamizda eng nima deydi? Tez yordam. Bolalarimiz qattiq og'risa, shamollab qoladimi, yer-beri og'risa, sirazi bu kremdan foydalanib surtib, bolalarimga ham juda yaxshi anaqalarni beryapti. Defektlarni beryapti. Oilamiz bilan super krem ishlatamiz. Shu kremni ishlab chiqqan kompaniyasiga men juda katta rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar. Krem zo'r, super.